Yigit degan oilasi va atrofidagilarning yetakchisi. Ota-onasining vafodor o'g'li. Ayolning ko'yimchan yo'ldoshi bo'lgan samimiyat ahlining ismidir. Yigit degan samimiyat va sadoqatni a'lo bilgan, to'g'ri yo'ldan adashmagan, adashtirmagan, erkakligiga mos bo'lmagan ishdan uzoq, tinmas harakati bilan yurtiga barakat bo'lgan bir jasorat ahlining ismidir. Yigit degan atrofidagi har bir qizning kelgusi jamiyatning onalari bo'lmish ulug'liq bobining gul toji ekanligini unutmagan, ularning haqqini yeyishdan qo'rqadigan, ularning sharafini, izzatini qo'g'dashni sharaf bilgan mardlik ahlining ismidir. Yigit degan yigitlik so'ziga dog' tekkizmaydigan, yigitlikdan bir ota, bir ona, bir qiz, bir jamiyat, bir yurt kutadigan majburiyat va mas'uliyatni to'nigan va ado qilishga tirishadigan bir fidokor ahlining ismidir.